Muhammad ibn Abdulloh kelibdi. Sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Kirsin. Balki bu ishga biror yechim toparmiz. Rasulullohni Bani Nazirliklar bilan yolg'iz qoldirmasligimiz kerak edi. Lekin u zot sallallohu alayhi va sallam bir o'zim boraman deb turib oldilar. Ozgina kutib turamiz. Keyin oldilariga boramiz. Hech narsadan qo'rqma. Alloh o'z payg'ambarini himoya qiladi. Garchi kofirlar buni istamasa ham. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Amr ibn Umayya o'ldirib qo'ygan Bani Omirlik 2 kishining xunini to'lash uchun Bani Nazirdan yordam so'radilar. Biz sen tarafdamiz, ey Abul Qosim. Senga yordam beramiz. Biz Bani Nazirliklar hech qachon ahdnomani buzmaymiz. Bizdan yordam so'rab kelgan odamga yordam qo'lini cho'zamiz. Xotirjam bo'l, ey Abul Qosim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bani Nazirdan yordam berishga ahdnoma olganlardan so'ng ortlariga qaytdilar. Endi nima qilamiz? Biz Muhammadga so'z berdik. Endi so'zimizning ustidan chiqmasak, u izdoshlari bilan bizga qarshi urush qiladi. Bizning esa ularga kuchimiz yetmaydi. Ey odamlar, ana uni qaranglar. Muhammad uyning devori tagida biroz dam olib o'tiribdi. Xo'sh, nima qilsak bo'ladi? Menimcha, juda yaxshi fikr. Shunda faqat musulmonlar bilan emas, balki Qurayshliklar bilan ham bo'lgan barcha muammolarimiz hal bo'lardi. Tezroq bo'l, ey Amr ibn Jahsh. Muhammad ketib qolmasin. Muhammadni o'ldirish bunchalik oson bo'lishiga ishongim kelmayapti. Buni nimasi qiyin ekan? Agar toshni nishonga tushira olmasak, holimizga voy bo'ladi. Yo'q, ey Allohning dushmani. Ish sen o'ylaganchalik oson emas. O'sha lahzada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga osmondan xabar keldi. Sheriklari bilan tezda turib ketdilar. Nima? Shuncha payt o'tirib birdan ketib qoldimi? Bu nimasi? Muhammad bir zumda turib ketdimi? Aqlga sig'maydi. Bu qilmishlari haddan oshib ketdi, ey Allohning rasuli. Ular sizga yordam berishdan bosh tortmadi-yu, lekin sizni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ularning tanobini boplab tortib qo'yish kerak. Toki boshqa munofiqlarga ham dars bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarni tinchlantirdilar va albatta Alloh meni Bani Nazirning makridan va xiyonatidan omon saqladi. Endi qilgan xiyonatlari uchun ularga odam jo'natib, ular bilan yonma-yon yashashni istamasligimizni, yaxshilikcha bu yerdan ketishlarini, aks holda ularga omonlik yo'qligini xabar beramiz dedilar. Naqadar to'g'ri fikr, ey Allohning rasuli.